Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Bugun biz dalamizga xolos ko'chada ekishni boshladik. Koreyskiy ko'chatimiz mana shu. Mevasini faqat ko'chatni olamiz, xudo xolasa. Albiondan ham tavakkal qilib ko'chat olamiz, xudo xolasa. Ko'p emas bu. Men o'zim uchun yetishtiryapman. Buyog'i Alba, o'narisi Clery. Shu ko'chatlar xudo xolasa mana issiq kunlar boshlandi. Kechqurundan 14-15 gradus issiq beryapti. Endi bu yerga bular zamoni boshlandi ko'chatlarda. Kunduz 27, 24, 26, 28 gradusgacha issiq bo'lyapti Angrenda. Bu ertangidan 2 kun 30 gradus beryapti. Bularda 70% namligini yo'qotmasangiz tashamaydi. Sekin yengil bo'lib turadi. Mana ochiq joylardagilar uncha yer quryapti. Sekin sharoitni suvini quyib turamiz endi. Suvni faqat endi bundan buyog'i yo ertalab yo kech payt. Iloji boricha ertalab ahli 6 litr suv quygan ma'qul. Albion ko'chatlarimiz kasetadagilar ketyapti. Bu yerga xudo xolasa 2, 4, 5, 6 targ'ib qo'ydim. Bunga Morano bilan Monterey degan sortini ekamiz, xudo xolasa. Ha, yerdan bu yoq boshlandi. Albion. Albionlarimiz ekib qo'ydik, xudo. Kichkina chiroyli qilib. Sekin mana asharchilarimiz bilan birga opalarim, ukalarim hammamiz birga ekib qo'ydik, xudo xolasa. Va mevalar mana. Shu kasetadagi ko'chatlar mevalar. Chiroyli qilib. Do'sa ozgina qoldi. Kasetadagi ko'chatlar o'zi meva berib tashadi bular. Atalab tegmadi mevasi qani. Mevasini ko'raylik deb. Bitta soat 8 da boshlaganmiz, o'zi anchasini ekib qo'ydik. Kechgacha xudo ekamiz hammasini, shu hammasini chiroyli qilib tepasi bilan qo'shib, shu yerdan ekib olamiz hammasini. Shunday 8000 10,000 atrofida ko'chat bor. Ko'p ketmaydi bu yoqqa. 8000 atrofida ketib qoladi. Bitta op qolyapman bu yoqda, xudo xolasa. Mana bu ikkitaga Monterey ekaman. Mana bu ikkitasiga xudo xolasa Morano ekamiz. Shundan qarab plyonkasin tortmay turibman endi. Ko'chatlar bir 5 kun 10 kunda kelib qoladi. Bu ko'chat ko'paytirish maqsadida. Bu yerdan bu yoq hammasi Albion, ketaveradi Albion. O'zim ham shu yoqda mana daladamiz sekin.